Uyingizda maladufu qorsangiz og'zingiz tetmayotgandi. Undaq bo'lsa videoning oxirigacha ko'rib o'rganib, bugun sizlarga maladufu qorishdagi kichikgina maxfiyatlikni aytib beray. O'xshab ketgan chiroyli ketgan saydama u ta'mi gap ketmaydi, ajoyib ishlik. Buni qanday qatdimki qanamiz birlikda o'rganayli. Avval 2 oylik tufuni videoda ko'rsatgan bo'yicha qanday shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz. Qaynayotgan qozonga yarim qo'sh qatirab tuz silib, tufun silib 2 minut qaynatib olgandan keyin suzib evazaq, tufudagi g'ayri pura g'ayri tamlarni yo'qotqil bo'ldi. Endi buningga go'sht to'g'risaqmi bo'ldi, to'g'rimasaqmi bo'ldi, quvvatliroq yeydisangiz mayliroq go'shtdan to'g'rivatsangiz texmi yeyishlik pek o'xshaydi. May qizgandan keyin go'shtni silib sarg'aytib qo'rib olamiz. Undan keyin azroq tuz silib etamiz. Undan keyin bir qo'shqa atrofida loz un silib etamiz. Kavovjindimi 5-6 tal silib birishga qo'rvatsanglar texmi yeyishlik pek o'xshaydi. Undan keyin sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib qo'raymiz. Undan keyin uyimiz chanvagan qizil lozdimmi bir qo'shqa atrofida silib etamiz. Undan keyin tofu chilashqidek suv qo'yib tufuni silib birishkilashtirayotgandan keyin Chongstamning maladufu tetitqisidan bir bo'laq silib etamiz. Chongstamning cho'nlig'i varmış oilda maladufu qo'rsam ta'mini, rangini yaxshi qaramayotdi degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar. Undan keyin bir qo'sh qunaq kraxmalga yarim qo'shiq suv qo'yib tekshirlashtirib olgandan keyin az-azdan qo'yib 2 minut atrofida qaynatib taqsiga olsaqlam bo'ldi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, mushunga o'xshash oil taomlaridan 60 xil dars tayyorladim, faqat 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiya numeri shu. 3 qachi mifam bilan yeb to'ymaydigan maladufurimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi?